bir Andijonda bir ustozim bor, Sol. Andijonda bir ustozimiz bor. Ustoz bizga ko'p yaxshilik qilgan, ko'p maslahatlar bergan. Bu insonda inson qatorida ham qor. İnson qatorida ham ustoz deymiz. San'atkor qatorida ham ilohim umri uzoq bo'lsin, sog' bo'lsin. Shu hozir nima chiqib qolgan, WhatsApp aplikatsiyasi degan narsa chiqib qolgan. Qadrdonlarda ancha bo'lib qo'yganimizga yo'qdan shu orqali gaplashib turibmiz. Shu insonni bir qo'shig'i bor. Shu do'stlar haqida aytgan, qo'ldan kelgancha aytib beramiz. Shu insondan ruxsat so'rab, ilohim duolar orqali aytyapmiz. Ilohim ustoz darajasida aytmasak ham qo'ldan kelgancha aytib beramiz. Qo'shig'ida aytadiki, ilohim bir-biringlarga do'stliklar, bir-biringlarga muhabbatlar voqea bo'lsin ilohim. Bunaqa do'stlar hech qachon bo'lmasin, oqibatsiz do'stlar hech qachon bo'lmasin. Ilohim bir-biringlarga sabr bo'linglar, ilohim bir-biringlarga do'st bo'linglar. Va yana do'st bo'linglar. Qadr bilmas andishasiz jo'ralardan dog'ma, holini so'rmas oqibatsiz nodonlardan dog'man. Hasratim chekkan azobim dil fig'onim bilmagan. Hasratim chekkan azobim dil fig'onim bilmagan. Ashki davlat mehriga hirs qo'yganlardan dog'man. Qadr bilmas andishasiz jo'ralardan dog'man. Qadr bilmas andishasiz oshnolardan dog'man. Abdul Khay
qadr bilmas andishasiz cho'roqlardan ilohim shunday qo'shiqlarni yetkazib bergan shu G'ayrat akamiz sabr salomatsin, ilohim umrlarini uzoq qilsin. Ustozimiz bu inson